Andijon suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatida har bir xodim zimmasida yuksak mas'uliyat mujassam. Zero aholini toza ichimlik suv bilan ta'minlashdek muhim sohada intizom, mas'uliyat va kasbiy mahorat uyg'unligi sifatli natijalarni ta'minlaydi. Ana shu omillar tufayli tizimda barqarorlikka erishilib, xizmat ko'rsatish samaradorligi yil sayin oshib bormoqda. Bu borada ko'p yillik tajribaga ega xodimlardan biri Abdurahmon Umurzoqovning xizmatlari alohida e'tiborlidir. Bizni qilayotgan ishlarimiz hududlarda ichimlik suvini tarmoqlardagi nosozliklarni bartaraf etishdan iborat. To'g'ri, bizda qishda sovuqda, tizabarali suvda, sovuq demay, xalqimizga suvni ta'minlash uchun harakat qilamiz. Shu narsalarni xalqimiz rahmat deb qo'ysa, bizga shu charchoqlarimiz yozilib xursand bo'lamiz. Abdurahmon Umurzoqov 1985-yili suv ta'minoti tizimida qorovul vazifasida mehnat faoliyatini boshlab, 1988-yildan dispetcher bo'limida ishlab, 35 yil davomida sohada sidqidildan xizmat qildi. 2020-yildan buyon avariya guruhida oddiy chilangar sifatida mehnat qilib kelmoqda. Uning ish faoliyatida texnika xavfsizligi qoidalariga qat'iy rioya etishi, mas'uliyat bilan yondashishi va tajribasini yoshlarga o'rgatishi alohida e'tirofga loyiq.